Assalomu alaykum O'zbekiston. Oddiy xalqdan chiqqan jaydar yigit Saturn to'xtamay rikdan tushmay yotgani, internetda shov-shuvlarga sabab bo'layotgani chet elda yashovchi ba'zi bir sportchilarga yoqmayotgan ko'rinadi. Endi men bir narsani aytmoqchiman. Ular menga shunaqangi belgi beryaptiki, xuddi menga nimadir zarar yetkazadigan tarzda. Men shuni aytaman, o'lim haq. Men hech qachon o'limdan qo'rqmayman. Bugun yoki ertaga yoki indin. O'lim haq. Menda qo'rquv tuyg'usi yo'q, qaytish tuyg'usi yo'q. Bir kun o'lamiz-ku, nima uchun qo'rqishim kerak? Lekin erta bir kun menga nimadir bo'lsa, o'ldim, undan qutuldik degani emas. Meni hech kim bilmaydigan, maktabda o'qigan o'rtoqlarim, meni yonimda yurib, birga ovqatlanib, hamma sirlarimni bildim degan bir tanishlarim, men ikkita o'rtog'im borligini bilmaydi. Ular o'zga davlatda yashaydi. Menga nimadir qilsa, menga nimadir bo'lsa mabodo, ular qayerlaringdir shunchaki o'zib oladi. Men bunga ishonaman. Agar ularga ham kimdir shunaqa qilsa, men ham xuddi shu ishni qilaman. Avvalambor biz davlat siyosatiga bir qarshi chiqmaymiz, qonunlarni buzmaymiz, o'z hayotimizni yashashda davom etamiz. Kimdir bizga agar zarar yetkazsa, bir indamaymiz, ikki indamaymiz, uchinchisiga biz chiroyli atib qaytaramiz. Alloh bergan jonni Alloh oladi. O'lim haq. Bugun yoki ertaga yoki undan salgina o'tib. Jonlaring sog' bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.